Hörmetlik Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgünde hökuməti 12 oktyabr günü Amerika, Kanada, Norvegiya, Qazaqstan qatarlıq dövlətlərdə namoyiş və türlük xatırlaş fəaliyyətlərini ötküzüb, Xitay təcavüzçülərinin Şərq Türkistanı işğal qılıb alğanlığının 76 illiğini lənətledi. Tövəndə diqqətinizə Kanadada ötküzülgən namoyishni sunumuz. Ot yürek vatanparvar yoshlar Şərq Türkistan sürgünde hökumətiga vakolatan axborot e'lon qilib mundaq dedi. Bugun 2025 yili 10 ayning 12 kuni ishg'ol qilingan Şərq Türkistanda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish kuni bo'lib qolmay, yana Xitoyning Şərq Türkistonni ishg'ol qilib olganligiga 76 yil bo'lgan qora kun. Uyg'ur xalqi necha 10 yildan buyon chetga qiqish, xo'rlash, majburiy assimilyatsiya qilish va davlatning bostirishiga uchrab kelmoqda. Yaqinqi yillardan buyon bu zulm chekidan oshgan irqiy qirg'inchilikqa aylandi. Millionlagan Uyg'ur va boshqa turk xalqlari turli lagerlarga, jazo lagerlariga qamalgan bo'lib, miya yuyish, qiynash, majburiy emgak selishning nishoniga aylangan. Bu millionlar faqat son emas, ular bizning otalarimiz, onalarimiz, ota-singillarimiz va qarindoshlarimiz. İnsanlarımız öylerinden ayrılıp atalmış kasbiy tarbiyalash lagerlariga qamaldi. İnsan qalbidan chiqqan muomala va qiyin turmush sharoitiga uchradi. Lagerning sirtida butunlay nazorat ostida yashaydi. Har bir harakati iz qo'g'lab kuzatiladi. Har bir so'zi tekshiriladi. O'z vatanida bo'g'iladi. Oilalar vayron bo'ldi. Ayollar tug'mas qilib etildi. Balalar ota-onasidan ayırıp etilib, salohiyatini yo'qotilish uchun laylangan hukumat asliyalariga qamaldi. Masjid va qabristonliklar o'rib etildi. Buning maqsadi aniq bo'lib, Uyg'ur kimligi va mavjudligini yo'qotish edi. Bu irqiy qirg'inchilikni inkor qilishga bo'lmaydi. Buni butun dunyo biladi. Bu vahshiyliklar 2021 yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Kanadani o'z ichiga olgan 10 necha g'arb parlamenti tomonidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyati deb rasmiy e'tirof qilindi. Kanada Avam palatasi Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan harakatini birdek irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganiga 4 yil bo'ldi. Ammo shundan keyin hech qanday ahamiyatli harakat qo'llanmadi. Kanadaning o'tgan 4 yilda sukut qilishi va harakatsizligi bundan ilgirki Uyg'ur qirg'inchiligiga sherik bo'lgan 4 yilini o'z ichiga olmaydi. Ondan ortiq hukumatmo shunday qildi. Ondan keyin yana nima ish bo'ldi? Asosan degidek hech bir ish qilmadi. Nishonliq jazo yo'q. Majburiy Uyg'ur emgakidan foydalanib ishlab chiqarilgan mahsulotlarga cheklama qo'yilmaydi. Xitoy katiboshlari yoki shirkatlar uchun hech qanday ahamiyatli jazolash yo'q. Harakatsiz so'zlar qop-quruq. Irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilib agashmaslik sheriklik. Kanada va xalqaro jamiyatning ko'pinchisi harakat qila olmadi. Hamda bu mag'lubiyatning Uyg'ur xalqi tomonidan har kuni to'laydigan badali bor. Biz endi sukut qilishga bardoshlik bera olmaymiz. Biz to'g'ri ish qilish uchun ruxsat kuta olmaymiz. Shunglashqa biz bugun harakat, ya'ni majburiy emgakka munosabatlik Xitoy mollarini boykot qilishni, Uyg'ur majburiy emgakiga sherik korxona va Xitoy katiboshlariga jazo berishni talab qilamiz. Har darajalik aniqlik va javobgarlikni talab qilamiz. Ziyonkashlikka uchrag'uvchilar, hayot qolg'uvchilar va kelgusi avlodlarga qarata qat'iy irodamiz, tavranmas ruhimiz bilan harakat qilish burchimiz bor. Irqiy qirg'inchilik o'zligidan to'xtab qolmaydi. O'zingizning manfaat uchun ko'zingizni yumib olsangiz o'tib ketmaydi. Kishilar o'rnidan dast turganda, hukumatlar sheriklik bilan adolat orasida tanlash ilib borganda oxirlashadi. Biz 10 ayning 12 kunini xotirlash kunila emas, balki haqiqatga intilish kuni, davrimizga irqiy qirg'inchilikning realligiga qarshi turadigan kun deb xotirlaymiz. Bugun Xitoyning Şərq Türkistonni ishg'ol qilib olganligining 76 yillik xotir kuni. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar namoyish qilmoqda. 76 yil o'tib ketdi. Bu jarayonda Uyg'urlar vatanini ozod qila olmadi. Bu xalqimizda umidsizlikni keltirib chiqardi. Nurg'ulg'an kishilar umidini yo'qotishga boshladi. Agar o'tgan 70 yilda azob va umidsizlikdan boshqa narsa elib kelmagan ekan, urush qilishning ahamiyati yo'q deb qaradi. Esimda qolishcha, oilamdagilar xatarlik va mumkin bo'lmaydiganlikdan vatanimizga qaytib ketolmaydiganligimizni aytdi. Savoqdoshlarim har yili yozliq ta'tilda uyga qaytishga hayajon bilan tayyorlik qilayotganda, men vatanimni qachon ziyorat qilaman deb o'ylab,
bu bo'sh shaharda qoldim. Qaytish kuni hech qachon kelmadi. Mening umidlik balalik orzuimga qaramay, Sharq Turkiston azaldan mustaqilligini asliga keltira olmadi. Men och singil yoki bova mo'minlarimni uchirtib boqmadim. Turmush yanada davomlashdi. Men oxiri vatanimizni ko'rolmaslik yoki tuqqanlarim bilan birga turishga bo'lgan umidsizlikka ko'nib qoldim. Men urush keltirib chiqargan turmushni normal his qilishga ko'nib qoldim. 10 necha yoshga kirguncha men buni masala deb o'ylab boqmagan edim. Bu nutqimni echinishliq bir hikoyaga aylantirgim yo'q. Bola vaqtimda to'xtamay his qilgan qayg'u va umidsizlikning bugun boshqa Uyg'ur bolalarida aks etganligini bilaman. Bugungi Uyg'ur bolalari menga o'xshash azaldan bovo mo'minlari bilan ko'rishmadi. Menga o'xshash ular azaldan vataniga qadam bosmadi va uning ajoyib tarixi va madaniyatini o'rgana olmadi. Hammamiz urush va halokatning bolalari. O'zimni haqiqiy uyimizda azaldan his qilib boqmadim. Xitoy bu tavallik tuyg'usini bizdan oldi. Ular bizning kimligimizni yo'qotib, tinchlik va o'mlik ichida yashashimizga to'salg'i bo'ldi. Uyg'ur bolalari hamisha mendan Xitoyni g'azablantirish uchun nima ish qilganligimizni, nimishqa sababsiz irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirganligimizni so'raydi. Men ularga hech qanday xato ish qilmaganligimizni, bizning faqat Uyg'ur va musulmon bo'lganligimiz uchunla nishon qilinganligimizni, Xitoyning faqat hokimiyatga erishman va rayimsiz ekanligini aytdim. Ammo ular menga ishonmadi. Masum zihinlar birər vəhşi qılmışlarning orqasida ma'lum sabablarning borligini, balki bizning xato qilayotganligimizni, xatolik sodir qilg'achqa bu qadar achchiq azobga duchor bo'layotganimizni faraz qilishdi. Men bir zamonlarda mushundaq o'ylab qolgan edim. Uyg'ur bolalarining hech kimning ularning haqli ekanligini, vahshiy qilmishlarning qurboni bo'lishga loyiq emasligini aytmagandan nachar odamlik holiga tushib qolganligi qalbimni parchalaydi. Jamiyat Xitoyning naqadar kuchayib ketganligini to'xtamay so'zlaydi. Ammo ular jimjit holda Xitoyning temir tirnoqida qolgan Uyg'urlarni his qila olmaydi. Kishilar dunyoning har qaysi joylarida yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik va vahshiyliklarni to'xtamay so'zlaydi. Ammo ular Uyg'urlarni va ularning qanchalik azoblanganligini tilga olmaydi. Tabiiyki, Uyg'ur bolalari buni his qilib, o'ziga va jamiyatga bo'lgan umidini yo'qotadi. Ular hech kim anglamaydigan, hatto ko'ngil bo'lmaydigan yerda namoyishning bo'layotganligiga ishonmaydi. Bu yerda nurg'ulg'an yoshli cho'ng insonlarmi bor. Ularmi beayni kichik bolalardekla o'ylaydi. Men borgan har qatimliq namoyishda kishilar mendan yig'ilish o'tkazishning nima ma'nosi borligini so'raydi. Namoyishni quruq tam bilan paranglashgandek his qiladi. Ularning kurashning arzimasligi to'g'risida sonsiz qatim savol so'rganligini bayqadim. Umidsizlikni tushunaman. Bizning namoyishimiz asta-asta natijaga erishadi. Adolat va haqqoniyat uchun kurash qilish qiyin. Ammo bizning kurashimiz qonunliq, sababimiz aniq. Zulmga qarshi kurash qilganda o'zimizni gunohkor yoki umidsiz his qilib olmasligimiz kerak. Chunki erkinlik bizning huquqimizdir. Uyg'urlarga hurmat va izzat ikrom bilan muomala qilishga arziydi. Bizmi qo'llashga va nazarda tutishga arziymiz. Bolalarimiz umidvor va mustaqil vatanga loyiq. Bizning qilayotganimiz xato emas. Albatta, bu ahamiyatsiz emas. Dushmanlar bizga sal qargan yoki tuhmat qilgan taqdirdami, bizning qilishga tegishli ishimiz tik turib ko'rishimizni davomlashtirish. Namoyishimizga nurg'ulg'an kishilar kelmasligi mumkin. Harakatga bo'lgan chaqiriqimiz, ovozimiz anglanmasligi mumkin. Ammo kurashni davomlashtirish bizning qaysarligimizni va qizg'inligimizni namoyon qiladi. Bu bizning mustaqillikni qo'lga keltirishga bel bog'laganligimizni va Sharq Turkistonni yaxshi ko'radiganligimizni ko'rsatib beradi. Arzimas va yolg'iz his qilgan chog'dami voz kechmaymiz. Ba'zida eng nachar daqiqalarda hatto bizning ahvolimiz natija qozona olmaydigan ahvolda bo'lmasligi mumkin deb o'ylayman. Agar Uyg'urlar haqli bo'lganda Xitoy to'g'ri so'zlaganda irqiy qirg'inchilik degan narsa yuz bermaydi. Ota-onalarimizning biz va xalqimizning kelgusi uchun qochib chiqqan hayotini qanday xatarga tavakkul qilganligini o'ylayman. Ota-onamizning Qur'on o'rgatish va Uyg'urcha so'zlash sababidan turmaga tashlanganligini, oila a'zolarimizning Xitoyning qo'lida qazo qilganligi, ota-onamizning ashu razil zolimlarning qo'lida tortgan azoblarini o'ylayman. Men bu azobni va uning hammamizga qanday singib ketganligini, kimligimizning ayrılmaz bir qismiga aylanganligini bilaman. Men bularning hammasini o'ylab, nima uchun kurash qilayotganligimizni eslayman.
Biz boshqalar uchun emas, balki o'zimiz va bolalarimiz uchun kurash qilyapmiz. Biz mustaqil Sharq Turkistonni yana bir qatam ko'rish, bolalarimiz erkin yugura oladigan va Uyg'urcha ravon so'zlay oladigan vatanga erishish uchun kurash qilyapmiz. Biz bolalarimiz, bobo-mo'minlarimiz, nevra tuqqanlarimiz, ommalarimiz va tog'isi bilan birga tura oladigan hayot uchun kurash qilyapmiz. Biz bolalarimizni azaldan erishib boqmagan bir hayotga erishtirish uchun kurash qilyapmiz. Qadrlik Uyg'ur qarindoshlarim, ümidsizlangan qarindoshlarim, voz kechmang. Bu beparvolik qiltiqiga tushib qolmang. Nima uchun urush qildiganligimizni unutib qolmang. Bir hafta, bir oy, bir yil, bir qancha yil, hatto bir asr vaqt ketishi mumkin. Ammo oxirida yaxshilik hamisha g'alaba qiladi. Haqiqat hamisha o'ttirg'i chiqadi. Tinchlik hamisha qaytib keladi. Men bu yerda ozroq dindan so'z ochmoqchiman. Alloh Qur'oni Karimda mundaq deydi: Inna ma'al usri yusra. Shubhisizki jafo mushaqqat bilan osonlik keladi. Xudo qiyinchilikdan keyin bizga tinchlik va xotirjamlik ato qiladiganligining va'dasini beradi. Allohning va'dalari hamisha amalga oshadi. U bizni umidsizlik va chorsizlik patqiqiga patqizmaydi. Oxirida bizning kurashlarimiz mukofotga erishadi. Biz yana bir qatam mustaqil Sharq Turkistonni ko'ramiz. Biz erkin bo'lamiz. Shunga umidni yo'qotib qo'ymang. Qat'iy voz kechmang. O'zingizga va davlatingizga yordam qiling. Alloh sizga yordam qiladi. Alloh qo'rqinchoqlik yoki mag'lubiyatni qabul qilganlarni emas, jafo tortib sabr qilganlarni mukofotlaydi. Biz qanchalik yolg'iz bo'lishimizdan qat'iy nazar, cho'qim to'g'ri ishda ching turadigan odam bo'lishimiz kerak. Shundoq bo'lganda bir kuni harakatimizning ajrini ko'ra olamiz. Men yana dunyoning boshqa joylaridagi insonlarni harakatga kelib, umidsizlanmaslikka ilhomlantirman. Nurg'ulg'an kishilar Uyg'urlarga yordam berib qilib beradigan hech ish yo'q deb o'ylaydi. Chunki Xitoy nurg'un davlatlarning savdo hamrohi. Undaq bo'lgandan g'alaba qila olmaydiganligimizni aytishadi. Ammo hech kim urushning oson bo'lganligini aytmadi. Albatta, raqobatmi bo'ladi. Ammo qo'rqinchda ahamiyat berishning o'rniga ishlarimizni ilgari surishga ahamiyat berishimiz kerak. Hammamiz birlikda dast tursak, har kim bizga har ishni qilib berdi. Xitoyga o'xshash darajadan tashqari cho'ng davlatmi ommaning kuchini, umidi va ittifoqligini to'siy olmaydi. Mustaqil Sharq Turkiston va erkin dunyoni asliga keltirish uchun hammamiz birlikda kurash qilishimiz kerak. Bir kuni so'zimni tasdiqlaysiz. Dunyo Uyg'urlarni faqat boshqalardan yordam va qutulishni talab qiladigan ezilgan guruhlar sifatida emas, balki qiyin vaqtlarda tik turib, vatanini qaysarlik va jasorat bilan zolimlarning qo'lidan qutuldiradigan millat sifatida aslaydi. Uyg'urlar terrorchilar, oshqunlar, yolg'onchilar yoki bichora kishilar sifatida asli saqlanmaydi. Balki umidini hargiz yo'qotmay, mo'rini mo'riga tergan botir millat sifatida aslanadi. Uyg'urlar kuchli xalq, jangchi millatdan kelib chiqqan. Men oxirigacha jon tikib bardoshlik berib, erkinlik va adolatni qo'lga keltirishga tirishadiganligimga va'da beraman. Menga ergishib shuar to'lang. Sharq Turkistonning mustaqilligi yashasin. Yashasin Sharq Turkiston. Tuanda diqqatinglarga Norvegiyaning poytaxti Osloda Norvegiya Sharq Turkiston jamiyati o'tkazgan namoyishni sunamiz. Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistonni besib olganligining 76 yillik xotira kunida Norvegiya Sharq Turkiston jamiyati Norvegiya hukumatini jiddiy harakatga o'tib, irqiy qirg'inchilik va mustamlikaga xotima berishga chaqirdi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Oldi bilan qimmatli vaqtingizni chiqarib, Norvegiya Sharq Turkiston jamiyati o'rinlashtirgan Xitoy tajovuzchilariga qarshi namoyishga qatnashib berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. 2025 yili 12 oktyabr bo'lsa, Xitoy Jallod hokimiyatining vatanimiz Sharq Turkistonga qonunsiz besib kirganligiga 76 yil bo'lgan kundir. 1949 yili 12 oktyabrdan buyon Sharq Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilarining mustamlikasi ostida rahimsizlarcha ezildi. Sistemli turda kontrol qilindi va vahshiyona irqiy qirg'inchilikqa uchrab keldi. Bu 76 yil jarayonida Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar va boshqa turkiy xalqlar keng ko'lamda tutqun qilindi. Majburiy holda qul emgakiga selindi. Ma'naviy va jismoniy jihatdan yo'qitildi. Majburiy tug'mas qilindi. Ham shundaqla kultur, din va milliy kimliklari vayron qilindi. Zamonaviy dunyoda eng vahshiy turda qirilayotgan xalqimizga ega chiqish uchun Norvegiya Sharq Turkiston jamiyati Norvegiyadagi va dunyoning har qaysi joylaridagi barliq Sharq Turkiston
barliq qarindoshlarni mustahkam ittifoqlashib kurash qilishga chaqirdi. Biz millionlagan xalqimizning dunyoning ko'z oldida va hamda yoshirin holda rəhimsizlərcə öldürülgənlikindən ağır qayg'urimiz. Hamda Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan erkak qirg'inchiligini va uni yutilish uchun yurgizayotgan shafqatsiz hukmronligini qattiq ayblaymiz. Bugun biz Norvegiya hukumati va xalqini Xitoyning yurgizayotgan erkak qirg'inchiligini haqiqiy turda tunishga va amaliy harakat qo'llanib, uni hal qilishga chaqiramiz. Erkak qirg'inchilikning asosiy sababi bo'lsa, Xitoyning Sharqiy Turkistonni qonunsiz bosib Sharq Turkiston azaldan Xitoyning bir parchasi emas. 1949-yildan burun Sharq Turkiston mustaqil erkin davlat edi. 1949-yili 12-oktyabr Sovet ittifoqining yalmasida Xitoy armiyasi vatanimiz tuprog'iga tajovuz qilib, uzunga so'zilgan qonliq mustamlikasini boshladi. Biz Norvegiya hukumatini Xitoyning Uyg'ur, Qozoq qatorliq Sharqiy Turkiston xalqiga yurgizayotgan erkak qirg'inchiligini haqiqiy turda tunishga va uni to'xtatishga, shundaqla Sharqiy Turkistonning besilingan davlat ekanligini e'tirof qilishga chaqiramiz. Ko'pchilik rahmat. Sharq Turkiston surgunda hukumatining ichki ishlar ministri Qurbonjon Nisomiddin apandi namoyish qilishning ahamiyatini anglatdi. O'sak ko'plar gaplarni namoyish chiqishni xohlamaydigan, namoyishga xo'sh yo'q odamlar tarqitish orqali namoyishga chiqadigan va qizg'inlik volarni ro'yiga sovuq to'silayotgan nachar ahvollar bor. Shuning uchun bu namoyishimizning ahamiyati haqida biroz so'zlay. Bu namoyish bizning Sharqiy Turkiston Jumhuriyati, ya'ni mustaqil davlatimizni Xitoy bosib olgan 76 yil bo'lgan bo'lsa-mu, biz izchil turda bosh egmay Xitoyga qarshiligimizni ko'rsatib, Sharqiy Turkiston davlati bizning deb bayroqlarimizni lapildatib kelayotganligining ahamiyat ifodasi. Namoyish qilishimiz Sharqiy Turkistondagi 35 million xalqni erkak qirg'inchilik qilib, har turli xo'rlash va dafsanda qilayotgan bo'lsa-mu, biz Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan shuning izchil turda qarshilik ko'rsatib, vijdonlarimizni ko'rsatayotganligining ifodasi. Namoyish vatandagi, Sharqiy Turkistondagi, ya'ni millatlarimizning yulduzi bo'lgan ahli ilm ulamolar, ziyolilar, doktorlar va nurg'un qimmatli kishilarimizni turli usullar bilan yo'q qilib o'tgan Xitoyga qarshilik ko'rsatayotganligimiz shu mashhur kishilarimiz nega apading deb qarshilik ko'rsatayotganligimizning ifodasi. Namoyish Sharqiy Turkiston hukumati bizning mustaqil davlatimiz. Mana bu bayroq bizning mustaqil davlatimizning bayrog'i. Sen Xitoy tajovuzchilari bosib olding, Sharqiy Turkistondan chiqib ket deganlikning ifodasi. Bu namoyishning shunday turli nihoyat qimmatli ahamiyatli rollari bor. Yana bir rol bo'lsa, namoyishda muhojiratdagi har qaysi davlatlarda Uyg'ur xalqi shu mustaqillikni izlab namoyish qilib bayroqlarimizni lapildatib bo'lsak, tor medialarda bu chiqadi, dunyo ko'rdi, dunyo jamoatchilik ko'rdi. Bu bayroqlarimizni kimning bayrog'i, qaysi davlatning bayrog'i, bu xalq kim deb so'rg'ilaydi va buning izini bizni tushunadi. Bu namoyishning shunday nurg'un muhim ahamiyatlari bor. Shunga barliq muhojiratdagi Uyg'ur xalqi bu namoyishga qimmat berib, buni qadrlab namoyishlarimizni shunday bir ahamiyatli jonliq faoliyatga hammalarning aktiv qatnashishini bundan keyin taklif beramiz. Yillardan beri mustaqillik yo'lida kurash qilayotgan xalqaro demokratik munosabatlarni qilib, demokratik usulda janni fido qilib turib xizmat qilayotgan aktiv siyosatchilarimiz var. Shular mas holda
barliq Uyg'ur xalqi muhojiratdagi Sharqiy Turkistonning xalqi bo'lish sifatimiz bilan bayroqlarimizni lapirlatib turib, shular masqadam bilan bir harakat qilganlikning ifodasi bu. Shunga hammamiz bu namoyishning ahamiyatini yaxshi tushunib, ahamiyat berishini so'rayman. Ot yürek vatanparvar qarindoshlarimiz muhim so'z qildi. Namoyish umumyuzlik vatan uchun, Sharqiy Turkiston zamini uchun bo'layotdi. Hargiz bu yerda dadam qayerda, adam qayerda deydigan shaxsiylashgan bir namoyish yo'q. Bizning Sharqiy Turkiston zamini o'z zaminimiz bor. Shu zaminni toki qo'limizni qaytirib olguncha biz shu zaminning davosini qilamiz inshaalloh. Jamoatlarimizga o'xshashlam shuningga ergishib bo'lmamadi. Bu yerdagi biz keski Yevropada, boshqa ellarda bu boshqa ellarning zaminlarida yashayotgan bo'lsak-mu, yanılam baribir biz Sharqiy Turkistonlik bir Uyg'ur millati. Hergizmi biz Yevropalik bo'lanmaymiz, Amerikalikmi bo'lanmaymiz. Faqat toki biz o'zimizning zaminga qaytishga bu atroflarda yashab turamiz inshaalloh. Hayotimiz, ömrümüz yor bersa, biz bu zolimninki Xitoy zolimining vatandan chiqib ketganligini ko'ramiz Alloh nasib qilsa. Cho'nqichilik biz g'ayrat qilib, Yevropa ellarida, g'arb ellarida davomli namoyish faoliyatlari bo'lsa, davomli qatnashib, harakat qilishga tirishimiz. Ko'pchilikninki bu bunga g'ayrat qilib tirishib, to'liq qatnashib berishni umid qilamiz. Norvegiya hukumatining Sharq Turkistonda Xitoy sodir qilib kelayotgan uzunga so'zilgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, mustaqil Sharq Turkistonni asliga keltirish ko'rishiga yordam berishga chaqirgan shuarlar namoyish maydoni atrofini qopladi. Qozog'istondagi qarindoshlar 12 oktyabr kuni o'tkaziladigan Xitoy tajovuzchilarining vatanimizga tajovuz qilib kirgan vaqtini la'natlash uchun o'tkazmoqchi bo'lgan faoliyatni sharoit tufayli 5 oktyabr kuniga o'rinlashtirib, bu kunni xotirladi. Xitoy tajovuzchilarining tajovuz qilgandan keyingi vahshiy qilmishlarini anglatib la'natladi. Xitoy tajovuzchilariga qarshi turib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga bo'lgan irodasini, ishonchisini bildirishdi. Şehitlerning ro'yiga Qur'on o'qib duo qildi. 11 oktyabr kuni Olmaotadagi Uyg'urlar Quddus Xo'jamniyoz cho'ng teatrxonasiga bolalari bilan jam bo'lib, bolalarga Uyg'ur tili, Uyg'ur madaniyati, kulturining muhimligi, Uyg'urlarning o'z kimligi, ona tilini saqlab qolishining ahamiyati, vatanni so'yishning, ilmni so'yishning, birlik, o'mlikning zarurligi, milliy ruh bilan har jihatdan yetilib vatan uchun xizmat qilishning muhimligi anglatildi. Ana yurtlari bo'lgan Sharq Turkiston to'nitildi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining 12 oktyabr kuni Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonga tajovuz qilganligining 76 yilligini la'natlash, xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonda Xitoy sodir qilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqiriq qilish, Sharq Turkiston mustaqillik harakatini qo'llashga da'vat qilish namoyishi dunyoning har qaysi joylaridagi matbuotlarda tafsiliy xabar qilindi. IANS Live xabar torining 13 oktyabr kunidagi xabarda mundaq deyildi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilishining 76 yillik munosabati bilan Washington, Oslo va Edmontonda mos qadamda namoyish o'tkazdi. Shuning bilan bir vaqtda xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga va uning mustaqillik va egalik huquqini asliga keltirishni qo'llashga chaqirdi. 1949 yili 10 ayning 12 kuni Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilgandan 11 kun o'tgandan keyin Xitoy Kompartiyasi kuchlari Sharq Turkistonga besib kirdi. Bu tajovuzchilik 1949 yili 12 ayning 22 kuni mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatining ag'darilishini keltirib chiqardi. Bu Sharq Turkiston surgunda hukumati tasvirlagan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatning rayimsiz shundaqla uzunga so'zilgan harakatining boshlanganligini ko'rsatdi. 2014 yildan boshlab Xitoy davlati bu harakatni keng ko'lamlik irqiy qirg'inchilikqa kengaytdi. Millionlagan kishi turmalarga tashlandi, majburiy emgak lagerlarida qul qilindi, tug'mas qilib etildi, bolalardan ayrildi, kulturi, kimligi yo'q qilindi. Xitoyning organ yig'ib olish qilmishida o'ldirildi. Xitoyning tajovuzchiligi Sharq Turkistondan olqib diaspora jamiyatiga qadar kengaydi. Shuningdek, yer shariy bexatarlikka tahdid elib keldi. Washingtondagi Aqsaroyning oldida o'tkazilgan namoyishda Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar ministri, Sharq Turkiston milliy harakatining rahbari Salih Xudoyer mundaq dedi. Davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning yildizi aniq. U bo'lsa Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishi, mustamlika ostiga elishi,
bu ishg'oliyat davomlashgan muddat ichida adolat, tinchlik va erkinlik bo'lmaydi. Oslodagi Norvegiya parlamentida Sharq Turkiston surgunda hukumatining ichki ishlar ministri, Norvegiya Sharq Turkiston jamiyatining raisi Qurbonjon Isomiddin xalqaro jamiyatning majburiyatini ta'kidlab mundaq dedi. Sharq Turkistonning ko'rishi faqat bir millatning ko'rishi bo'lib qolmasdan, davlatlarning erkinlik, adolat va zulmgarlikka qarshi turishdagi siniqidir. Sharq Turkiston Xitoyning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb atalgan joy bo'lib, u Osiyoning markaziga joylashgan. 1955 yili Mao Zedongning hukmronligida Xitoy Xalq Jumhuriyatining osonlik bilan hukmronlik qilgan rayonlarni asos jihatdan avtonomiyalik rayon deb e'tirof qilish orqali siyosiy birlashishning bir qismi sifatida Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga o'zgartirilgan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor qandaqla bo'lmasin Xitoy Xalq Jumhuriyati o'zlarining avtonomiya va'dasidan voz kechib, Xitoyning Rossiya va O'rta Osiyoga tutishadigan strategik jug'rafiyalik o'rnini ko'zda tutib, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida siyosiy va harbiy jihatdan birlashtirish uchun Osmosiya siyosatini yo'lga qo'ydi. Tribunal xabar to'rining 16 oktyabr kunidagi xabarda mundaq deyildi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bayonotiga qaraganda 1949 yili 12 oktyabr kuni Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilgandan 11 kun o'tgandan keyin Xitoy Kompartiyasi mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatiga harbiy hujum qo'zg'agan bo'lib, 1949 yili 12 oyning 22 kuni oxirlashdi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy armiyasi Sharq Turkiston Jumhuriyatini ag'dirib tashladi. Bu Sharq Turkiston surgunda hukumati tasvirlagandek mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatning rayimsiz shundoqla uzunga so'zilgan harakatining boshlanganligini ko'rsatadi. Sharq Turkiston surgunda hukumati axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning harakatini tajovuzchilik, irqiy qirg'inchilik va mustamlikachilik jinoyati deb ayblab, tajovuzchilik va undan keyin bostirishning rayonda davomlashayotgan insonparvarlik krizining tub sababi ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Bayonotda mundaq deyildi: o'tgan 76 yilda millionlagan kishimiz o'ldirildi. Yana nurg'ulg'an kishilar keng ko'lamli jazo lagerlari, majburiy emgak lagerlariga qamaldi. Qiynash, o'lim jazosiga hukm qilish, majburiy tug'mas qilib o'tish, diniy, kulturi va milliy kimligini sistemlik yo'qotishga duch keldi. Sharq Turkiston surgunda hukumati ta'kidlab, 12 oktyabr motam kuni bo'lib qolmay, yana xotirlash va qarshilik ko'rsatish kunidir. Biz Xitoy ishg'oliyati ostida qurbon bo'lganlarning va davomli ziyonkashlikka, zulmga uchrayotganlarning hammasini xotirlaymiz, hurmatlaymiz. Bu kuni davlatimizning mustaqilligini asliga keltirish va ziyonkashlikka uchirg'uvchilarga qarata adolatni qo'g'lashdagi buzilmas irodamizni qayta ta'kidlaydigan kun dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati o'zining Beijing hokimiyatini e'tirof qilmaydigan maydonini qayta ta'kidlab, Sharq Turkiston surgunda hukumati davlat ichi va sirtidagi Sharq Turkiston xalqi Xitoyning qonunsiz hukmronligini hargiz e'tirof qilmaydi va ishg'oliyatini qabul qilmaydi dedi. Bu tashkilot xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga, tajovuzchilik, irqiy qirg'inchilik va mustamlikachilik jinoyati sababidan Xitoy Xalq Jumhuriyatini javobgarlikka tortishga chaqirdi. Bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.